Mana plagitsefaliya onajonlar qaranglar, ham qiyshiq bo'yin qilibsiz bolangiz. Bu tomonga ko'p qarabdilar birinchidan, ikkinchidan tepaga qarab ko'p yotgan. Plagitsefaliya deydi. Plagitsefaliyani xavfi yomon, nanasi bu yerda miya bor, miyacha bor. Erta bolani koordinatsiyasiga, yurishiga, motorik harakatlarini cheklanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bolani boshini tumaloq qilib katta qilish juda ham muhim hisoblanadi. Buning uchun buni endi to'g'rilash uchun bolani qoringa ko'proq qo'yamiz. Yotgan payt mana o'ng yonbosh, chap yonbosh qilib o'zi yotadi. Va qoringa qo'ygan paytda biz 45 gradus ta'minlab beramiz. Ya'ni lekin 45 gradusga qilsangiz bo'ladi. Mana pelyonchkachasini mundoq qilib 45 gradusda 45 gradus ta'minlaysiz. 10 minut u tomonga и 10 minut bu tomonga. Shuning uchun plagitsefaliya bilan kurashishimiz kerak. Mana hali yosh boshini suyaklari plastichniy, ya'ni plastilindan yumshoq, to'g'rilasangiz bo'ladi nanasi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lamiz. 1 yoshgacha plagitsefaliya qilmanglar bolanglarni.